Assalomu alaykum Usta Masharipov kanali obunachilari, hurmatli aziz yurtdoshlar, YouTube ahli yaxshimisizlar? Xudo xolasa yurtdo'g'anlaringizdin bize Xazarasni Kalbakdan yerine geldik. Xudo xolasa sho'rimizda yana barbekü qurmoqqa geldik. Barbekü qozon o'choqlarini obyektimizni ko'rishingiz mumkin. Yine Beset kentida joylashgan. Xudo xolasa bu yerimizdan akşam işe geldik. Planlaştırıp barbeküni bize işi içandan başladan bulduk. Xullas bir yerine nete donmasak bir yerde plashatka kichkina qolajak bo'ldi. Shuning uchun bu yerlarni akşam quyishtirib, sal kengashtirib, ulaytirib, yonboshi bilan uzunasini taxlashtirdik xullas. Yine hozir tiyini quyish jarayoni o'tibdi bizada. Barbekü zonamizni yo'rtusini karkas doqilib, как положенный kitapdagi din bo'lib chiqatir. Biz ham nima deydi, o'zimizni maqtash emas, ishimizni sifatini javob beramiz do'stlar. Kimda kim agar shuni letniy kuxnya, qozon o'choq, barbekü qurdiradigan bo'lsa, bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shu ekranda telefon nomerlarimiz yozilib turadi. WhatsApp, Telegram hammasi ochilgan shu nomerda. Xudo xolasa murojaat qilsangizlar, o'zingiz musofirda bo'lsangizlar ham o'ylangizga borib shuningdek barbekü zonalarini qurib berishimiz mumkin, letniy kuxnyalarni. Sizlar endi bir bu obyektda nomini tushadi deb so'rashingiz mumkin. Sizlar hozir birinchidan tushuntirib o'tamiz. Рабочий stol bo'ladi и 20 kiloluk qozon. Yerimizda katta korolevskiy mangalimiz bo'ladi. 100% dimoq ham karvishdan chiqib ketadi. Tunika, azbiz turba giyizilmaydi bizning ishlarimizda. Kitobunda nishab yozilgan bo'lsa, shu ishda shunday deb chiqadi. Yapmak qisqasi dimoqoti shipirning ustidan polni karvich bilan chiqib ketadi. Xo'sh. Bu yerimizga keladigan bo'lsak, 10 kiloluk qozon, рабочий stoli, aylanib turadi bedayna, yurtdo'g'anlaringiz moyka. Xudo xolasa uzunligi bu salkam bir 6,5 metr uzunlikda. Xudo xolasa bu ishimizni boshladik. Hozir karkas o'qish jarayoni o'tibdi. Keyin bu tiylarni quyishtirib, ana keyin karvich, oblisovka karvichdan kelamiz. Sizlarga birinchidan ko'rsatib boramiz ish jarayonlarini. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Videomizga like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Kimda kim agar tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bizda kommentariy yozinglar, biz javob berib o'tamiz. Shuni aytaqin, nishasizlar? Like mi? Alashtirmaysa buni ağzında nasip var. Salamlaşım durğanda alashtirmaysizlar. Ana, ağzında nasip var buni hozir. Do'stlar, davom etadi. İşimiz bizning kuzatishda davom etinglar.